Mana rosa chiroyli o'tiribdi. Mana ana qiz meni nevaram. Maldam 3 marta 4 marta ko'rdim. Sharoitlari rosa yaxshi. Rosa xursand bo'lib o'tiribman. Prezidentimizga, hokimligimizga, sizlarga katta rahmat. Hamma sharoitlarni yaratib qo'yibsizlar. Shular kutib turibmiz, biz ham yaxshi niyatlarni olib keldik, yaxshi niyatdan kutyapmiz. Hammaga omad bersin, hamma baydan xursand bo'lib kelsin, qizim. Qizimni olib kelganman, juda ham xursandman. Avvalo sizga havas qildim. Men ham qizim sizga o'xshagan talaba bo'lsin. Bitta orzu qildim. Prezident qo'llaridan nima nishon oldim dedingiz-ku? Doim mening qizim ham sizga o'xshab prezident qo'llaridan taqdirlanishlarini xohlayman. Orzu qildim. Sizlarga kattakon rahmat. Rahmat. Sharoitlaringiz uchun. Mana o'tirimiz salqinladi. Rahmat sizlarga ham. Hayajonli, taassurotli, esda qolarli bo'ldi. Endi maktab bitirib birinchi marta topshirish. Xudo xolisa. Qanaqa bo'ldi? Birinchi testga kirish. Zo'r bo'ldi. Endi omadimiz kelsa, Xudo xolisa. Mayli, juda katta narsalarni orzu qilmaymiz-ku. Grant kontrakt bo'lsa ham mayli, kirsak bo'ldi. Muhimi o'qish. Muhimi o'qish, ha. Xudo xolisa. Rahmat. Omadingiz bersin. Juda xursandman. Hozir O'zbekistonda yaratilayotgan bunday imkoniyatlardan hozir desam ajoyib bo'ldi. Hissiyotni tushuntirib bera olmayman. 1 yil o'qib hozir yaxshi natija olish, talaba bo'lish meni ham orzuyim. Ko'ngildagidek bo'ldi. Natijalarni yaxshi chiqish kutib qolamiz. Ko'ngildagidek natija qildim deb o'ylayapsiz. Xudo xolasa shunaqa. Chetga qaraganda o'zimiz ancha yaxshi ekan. Chetga ham ko'p joylarga, xususiylarga topshirib ko'rdim. Ularga qaraganda O'zbekistonga ancha yaxshiroq ekan. Buning uchun prezidentimizga rahmat aytamiz. Hammasi yaxshi, testlar ham oson tushdi. Zo'r. Hayajon kuchli. Endi javob chiqsa ko'ramiz.